Xasta bolajonlarni sog'lom hayotga qaytarish maqsadida dunyoning sanoqli davlatlarida o'tkaziladigan eng murakkab jarrohlik amaliyotlari uchun ham sharoit yaratib berilyapti. 1 yosh 3 oylikda hali karantin, Covid payti edi. Farzandim kasal bo'lib qoldi. Arzimagan bitta shu stomatit kasalidan boshlandi. Biz zudlik bilan pediatr shifokoriga murojaat qildik, davo choralari ko'rildi, lekin bolada ahvolida yaxshilanish bo'lmadi. Aksincha farzandim bo'g'ilib qolib, reanimatsiyaga tushib qolgan. Reanimatsiyada ahvoli juda ham og'ir. Sepsis, septikemiya diagnozi bilan poliorgan yetishmovchilik bilan reanimatsiyada 10 kun behush yotgan. Og'iz bo'shlig'i butunlay yara bilan qoplanib, chuqur yaralar hosil bo'ldi. Reanimatsion chora-tadbirlardan keyin ahvoli yaxshilandi. Biz uyga chiqdik. Reabilitatsiya jarayonida farzandimda sekin-sekin shu og'iz burchaklarida torayish boshlandi. Avvalga biz buni tushunmadik. 3-4 kunda qarasak, rostdan ham kichrayapti lablari, burchaklari. Bolada hansirab nafas olish, nafas yetishmovchiligi boshlandi. Yana shifokorlarga murojaat qildik. Fibroskopiya, endoskopiya amaliyotini o'tkazishganda ma'lum bo'ldiki, bolamni halqumida ham o'sha bo'lgan yaralar chandiqli torayishni boshlagan. Chandiqlanish jarayonini to'xtata olmadik. Tomog'i deyarli butunlay yopildi bolamning. Nafas olishi juda ham og'ir. Shu dinamikada ketgani uchun trakeostomik trubka qo'yildi. Oradan 3 kun o'tib farzandimni oziqlantirish muammosi boshlandi, chunki tomog'i tor, ovqat ham o'tmaydi. Gastrostoma qo'yildi, ya'ni o'sha oshqozonga shlanka qo'yiladi. Bu oshqozoniga qo'yilgan gastrostomaga ko'nika olmadi. Shu bilan gastrostomasini ham o'rni ochilib ketib, juda qiynalganmiz. Oxiri uni oldirganmiz. O'zimizdagi shifokorlar qo'ldan kelgancha yordam ko'rsatishyapti, lekin O'zbekistonda amalga oshirilmaydigan murakkab jarrohlik amaliyoti talab qilindi. Endi Turkiyani qo'ydi. Juda ham qimmat mablag'lar etishdi farzandim olib ketishi uchun. Unga uy joyimizni sotsak ham yetmaydigan darajadagi mablag'lar etishdi-da. Taslim bo'lib, nima qilishimizni bilmaydigan darajada boshi berk ko'chaga kirib qolgandik. Shu o'rinda prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyevga o'zimni katta minnatdorchiligimni bildiraman. Shunday qiyin vaziyatga tushib qolganimizni davlatimiz e'tiborsiz qoldirmasdan bizga yordam qo'lini shu prezidentimiz tashkil qilgan bolalar fondi orqali bizga yordam qo'li uzatildi. Bundan juda ham xursandman. Shu qo'llab-quvvatlashlar natijasida operatsiya jarayonlari boshlandi. Farzandimni operatsiya qildi. 4 soat atrofida davom etdi operatsiyamiz. Og'zini plastik rekonstruktiv xirurg og'zidagi chandiqlarni tozalab, oyog'idan teri olib, teri ko'chirib o'tkazish amaliyoti og'zida va lor xirurg tomog'idagi chandiqni lazer yordamida ochib, kengaytirib berdilar. Farzandim mana bugungi kunda shifo topib bormoqda. Operatsiyadan keyin hozir o'zi bemalol bizga o'xshab hamma narsani yeya olyapti. Qorong'u bo'lib ketgan dunyoyimizga bir nur bo'lib kirib keldi. Bu nima bu? Cho'ling. to'g'ri, endi to'g'ri bo'ldi. Endi bunisini Prezidentimizga o'zim katta minnatdorchiligimni bildiraman, chunki biz ilojsiz vaziyatda qolganimizda ularni bolalarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan siyosatlari natijasida farzandimni shu holatga keltirish uchun deyarli 90 mingga AQSh dollariga yaqin mablag' sarflandi. Bizga o'xshagan yana qanchadan qancha kasal bolajonlar bor. Ularga ham xuddi shunaqa yordam qo'li uzatilgan albatta. Bunga o'zim guvoh bo'ldim, chunki Xudo xolasa albatta ikkita farzandimni ham elimizga, yurtimizga, prezidentimizga sodiq fuqarolardan qilib tarbiyalash katta maqsadimiz oldimizga qo'ygan.